Assalomu alaykum xudoyim bandalari. Turkiya Istanbul 3-kun. Juda ham chiroyli boshlandi bugungi kunim, xudoga shukr. Istanbulda havo ko'ryapsiz. MCS Ulug'chaysiz ogohlantiradi, Istanbulga kelsangiz zontik avolingiz bilan. Xullas faqat bitta kiyimda yuribdi demayman, chunki Instagram uchun kontent olaman. Bu kontentim kunlar davomida, soatlar davomida davom etyapti. Shuni hisobiga bir xil kiyimdaman. Bugun Toshkentda Toshkent Mall, Moskvada Moskva City, Turkiyada Vadi Istanbul degan joy bor ekan. Shu yoqqa keldim. Ozgina obedgacha vaqtim bor edi. Shu vaqtimdan unumli foydalanib, mana shu yerda uydagilarga bir sovg'a salom olaman, uydagilarni xursand qilaman degan plandaman. Undan keyin bo'lsa shu Delavoy strechalarim bilan mashg'ul bo'laman. Ochiq aytaman, men Turkiyaga ham sayohatga, ham bir ma'lum bir ishlar bo'yicha kelganman. Lekin plan qildim. Mana shunaqangi yurishlar sonini, sayr-u sayohatlar sonini ko'paytirish niyatim bor va keyingi safarim qayerga bo'lsin. Shuni ham yozib qoldirsangiz, eng ko'p kelgan davlat nomiga xudo xolasa borishga harakat qilaman. Otan, shu yerda ham sanmi? Bo'ldi. Eng yaxshi ko'rgan narsam transfer zakaz qilaman. Masalan, boshqalar kelsa, juda yaxshi ko'raman. Ko'rmaganni ko'rgani qilsin dedi-yu. Mayli. Ya'ni o'zim konsertimni ko'rmagandim demoqchiman. Qo'lagan, brat ko'tini qo'lamadim. Atak hammasi. Xudoyim bandalarim, men Istanbulda o'zimizning Yangiobod Tizikobka bozorini topdim. Ko'ringlar. Bu yerda hammasi ikkinchi qo'l ishlatilgan narsalar ekan, xuddi bizdagi Yangiobodga o'xshab. Lekin men to'g'risi aytaman, men juda qo'rqdim. Sababi odam ko'p, yonimda xat hujjatim bor, normalniy summa, огромный деньги. No, qo'rqdim-da, to'g'risi. Mayli, Alloh o'ziga tavakkal. Aeroportdaman. Istanbuldan ketyapman. Bunga sabab